hurmatli o'quvchilar. Sizlardan ko'rishmaganimizga ancha o'tdi. Hurmatli o'quvchilar, mana maktabimizda shu o'quv yilini boshidan beri juda ham katta, zo'r, salmoqli yutuqlarga erishdik va bu yutuqlarga erishishga harakat qiladigan o'quvchilar ham juda ham ko'p. Mana kecha kuni o'tgan hafta chiqqan sertifikat natijalari bo'yicha juda ham yuqori ball toplar sertifikatlar qo'lga kiritgan o'quvchilarimiz bor. Meni eng xursand qiladigan, quvontiradigan narsa nima? Faqat yuqori blok o'quvchilari emas, o'rta blok o'quvchilari ham sertifikat olishlarini boshladi. Ingliz tilidan, matematikadan. Bu albatta ustozlarimizning tinimsiz mehnati, o'quvchilarimizning tinimsiz mehnatining natijasi, samarasi deb bilamiz. Maktabimizda yaqin 2 oy ichida juda ham ko'p o'zgarishlar qildik. Qo'shimcha fanlarni qo'shdik. Bu nima uchun? Bizning maktabda salohiyatli bo'lgan o'quvchi o'zini harakatiga va mehnatiga qarab turib, ko'proq bilim olib, ko'proq natijalarga erishib ketishligi uchun harakat qilyapmiz. Ya'ni men juda ko'p savol qiynaydi. Juda ko'p joylarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'raman va buni ataylab 5 tadan ziyod joylarga borib ham so'radim, shu savolni berdim. O'quvchilaring 189 ballni to'plab, muddatidan oldin talabalikka muyassar bo'lyapti ekan yoki bo'lmasa 160 ballni to'plab, talabalikka muyassar bo'lyapti ekan. Savol, endi nima qiladi? Endi nima bilan shug'ullanadi? Ashnaqa jim qolyapti, javob berilmayapti. Bu eng yomon, bu eng yomon. Ya'ni maqsad nima bo'lyapti? Faqat o'qishga kirib olish bo'lyapti. Biz qayta gapirganmiz, ko'p gapirganmiz. O'qishga kirish sizni to'g'ri maqsadingiz bo'lsa, lekin oliy maqsadingiz bo'lmasin deb ko'p gapirganmiz, to'g'ri? Bunga bittagina sabab, hammangiz yaxshi bilasiz. Oliy ta'limga yiliga qancha o'quvchi kiradi, oliy ta'limga yiliga qancha o'quvchi bitiradi? Taxminan 400 mingdan ziyod o'quvchi bitiradi yiliga. Endi u bitirgan odamlar kami 40 yil ishlaydi. 40 yildan keyin pensiyaga chiqadi. Tasavvur qiling, 40 yilda 400 mingdan bitirsa qancha kadr o'tadi? Siz shularning ichida eng zo'r bo'lishingiz kerak. Buning uchun oliy ta'limga o'ziga kirishga o'zi yetarlicha bo'lmaydi. Biz shuning uchun kuchayapmiz. Biz shuning uchun harakat qilyapmiz. Ya'ni 9-sinf, 10-sinf bolalarimiz, o'quvchilarimiz oliy ta'limni masalasini hal qilib qo'ysa-da, undan keyin to'xtab qolasin, yiqilib qolasin, sinib qolasin. Bo'ldi, baraga erishdimi? Endi qolgan narsani oliy ta'limga kirib o'rganaman emas. Hozirda harakat qilib, shunga kurashyapmiz. Shuning uchun mana koreys tilini tashkilladikmi? Kiryapti bormi? Bilyapman, o'rta blokdan ko'p kiryapti ekan, ha? Turk tilini ochdik, to'g'rimi? Kuni kecha nemis tilini yo'lga qo'ydik, ha? Endi nemis tiliga yetish bo'yicha 30 ta odam birdaniga kiribdi. Zamonaviy kasblar tashkilladik. Kiber xavfsizlikni mana yo'lga qo'ydik, SMMni yo'lga qo'ydik, ITni yo'lga qo'ydik. Va endi biz harakat qilyapmiz, dron yasab, dron uchirishni o'rgatmoqchimiz. Faqat intilish kerak, faqat harakat qilish kerak, faqat bilimni olish kerak. Bilimni olish faqatgina 5 ta fandan, undan ko'p fanlardan bo'lishi kerak. Harakat qilamizmi? Intilamizmi? Zo'r. Bu bor motivatsiyami? Zo'rmi? Qo'y, men aytadigan narsa bor-ku. Farg'ona viloyatida xohlagan maktabingizga boring. Yo'q, hozirgi sanagan narsalar bittasida u bor, bunisi yo'q, bittasida bu bor, bunisi yo'q. Lekin biz harakat qilyapmizki, shuni yaxshilab tashkil qilamiz.